Bir inson o'zi yashab turgan mahallasida bir yomon ishni qiladigan bo'lsa, falonchini o'g'li shu ishni qilibdi deb turib, unga berilgan baho bevosita otasiga qilinadi. Ya'ni otasini tarbiyasi shunaqa ekan yoki otasi o'zini ishlari bilan yuravergan ekan-ku, bolasiga tarbiya bermagan ekan deb otasiga nisbat beriladi. Endi o'sha inson boshqa bir qishloqqa chiqdi. O'zi yashab turgan qishlog'idan, mahallasidan boshqa bir joyga borib shu yomon ishini qiladigan bo'lsa, uni qilgan ishidan o'sha yashayotgan mahallasiga yoki qishlog'iga nisbat beriladi. Ya'ni qayerda bolasi ekan, qayerdan ekan deydi. Qishloqqa ketadi. Endi mana shu inson o'zi yashab turgan tumandan yoki viloyatdan chiqib shu ishini qiladigan bo'lsa, bevosita yashayotgan joyiga ham nisbat beriladi. Ya'ni qayerda bolasi ekan, qayerlik ekan, bu yomon ishni qilgan deb turib yashayotgan joyiga nisbat beriladi va bu nisbat o'sha viloyatda yoki o'sha shaharda yoki o'sha qishloqda yashaydigan insonlar haqida umumiy bir salbiy xulosa chiqishiga sabab bo'lib qoladi. Sababi faqat falonchini o'g'li emasda, faqat fistonchi emasda, falon yerlik yoki falon joyni bolasi shu ishni qilibdi deb o'sha yashayotgan joyiga nisbatan salbiy xulosa berib qolinadi. Endi shu inson o'zi yashayotgan mamlakatdan, o'zi yashayotgan yurtdan boshqa bir yurtga chiqdi-da, bir o'zini xunuk ishini, razil ishini qildi. Endi u joydagilar falonchini bolasi shu ishni qilibdi yoki falon tumanni yoki falon shaharni bolasi shu ishni qilibdi demaydi-da, falon yurtdan kelgan inson shu ishni qilibdi deb turib, o'sha yashayotgan yurtga nisbatan salbiy xulosa beriladi, salbiy baho beriladi. Aksincha, yaxshi ish qilsa ham xuddi shunaqa ketaveradi. Falonchini bolasi yaxshi ish qilibdi, falon tuman ekan, falon shahar ekan, falon yurtdan kelgan bir inson yaxshi ish qilibdi deyiladi. Bu joyda nima demoqchiman? Inson o'zi yashayotgan joydan boshqa bir joyga chiqdimi, uni yelkasida nafaqat otasini ori hurmati, balki o'zi yashayotgan qishloq, o'zi yashayotgan rayon, shahar, viloyat, o'zi yashayotgan yurtni g'ururi, ori, obro'sini yelkasida olib chiqib ketgan bo'ladi. Uni qilgan har bir amali uchun yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham berilayotgan baho mana shu yurtga nisbatan berilayotgan baho bo'ladi. Shuning uchun aytamizki, boshqa joyga chiqyapsanmi? Otangni orini saqlay olmasang, o'zing yashayotgan qishloq, qavm, mahalla, rayon, shahar, yurtni sha'nini ko'tara olmayapsanmi? Eng kamida bulg'ab qo'ymagin. Eng kamida bulg'ab qo'ymagin. Yelkangda yurtni, millatni ori, g'ururi, obro'si borligini unutib qo'ymagin.